Uchinchi savolga o'tamiz. It is suggested that in the long run human beings. Uzoq vaqt muddatda insonlar nima qiladi? Shuni topishimiz kerak ekan. Tekstni davomini o'qiymiz. It may then mana bu yerni o'qiyapman. It may then take us a long time. Xuddi mana shu yerdan chiqyapti mana. Bizdan uzoq vaqt talab qiladi nima? To render it intelligent by loading in the right software or by altering the architecture, but that too will happen. Demak, bizdan uzoq vaqt olar ekan nima? Ya'ni to'g'ri softverga joylash orqali uni aqlliroq qilib o'zgartirish yoki uning arxitekturasini, tashqi ko'rinishini o'zgartirish bizdan uzoq vaqt talab qilar ekan va bu ham albatta sodir bo'ladi deb aytayapti. Demak, insonga o'xshash qobiliyatli mashinalarni yaratish tez orada sodir bo'ladi, ya'ni 10-20 yilda bu narsa bo'ladi, lekin bizdan uzoqroq vaqt olishi mumkin. Nima? Uni to'g'ri ishlaydigan qilib, to'g'ri softver, ya'ni o'zini to'g'ri dasturlarini o'rnatish orqali uni aqlliroq qilish va uni tashqi ko'rinishini o'zgartirish bu bir necha uzoq muddat olishi mumkin ekan. I think it's certain that in decades, not centuries, machines of silicon will arise first to rival and then surpass their human progenitors. Demak, men aniq deb o'ylaymanki, bir necha 10 yillarda, asrlarda emas, balki bir necha 10 yillarda silikon mashinalar o'zlarining insonga o'xshash ajdodlaridan oshib ketib, o'zib ketib, ularga raqobatlasha oladi. Ya'ni men shu narsani aniq deb bilamanki, bir necha 10 yillarda, asrlarda emas, silikon mashinalar o'zlarining insonga o'xshash ajdodlari bilan raqobatlashib, ulardan o'tib ketish uchun paydo bo'ladi deb aytayapti. Endi 3-savolga qaraymiz. Uzoq vaqt muddatda insonlar deyapti. Javoblarni o'qiymiz. A. Can rival intelligent machines and defeat them. Uzoq vaqt muddatda insonlar aqlli mashinalar bilan raqobatlasha oladi va ularni yengib chiqadi. Yo'q, yengib chiqadi degan javob yo'q bizda. Shuning uchun A xato. Xo'sh, B'sida will be able to alter the appearance of the computers. Insonlar kompyuterlarning tashqi ko'rinishini o'zgartira olishadi. Bu to'g'ri bo'lishi mumkin, chunki shu haqida gap ketdi. Buni olib turamiz. Qolgan javoblarni ham o'qib chiqaylik. C. Will be beaten by the machines they create. Insonlar o'zlari yaratgan mashinalar tomonidan mag'lub etiladi. B'si bu ham to'g'riga o'xshayapti. Tekstdan yana bir marta ko'rib chiqamiz. Avval eng xato bo'lgan javoblarni chiqarib tashlaymiz va oxirida qolgan ikkita javobni tekstdan isbotlab to'g'risini tanlaymiz. D esa should use silicon to make efficient machines. Demak, uzoq vaqt muddatda insonlar samarali mashinalarni yaratish uchun silikondan foydalanishlari kerak. Bu yerda foydalanishlari kerak deb aytayapti. Bu xuddi shu gap yo'q, bunaqangi narsa. Foydalanishlari kerak degan gap yo'q. Shuning uchun bu javob ham xato. Faqatgina silikon mashinalar raqobatlashish uchun paydo bo'ladi deb aytilgan xolos. Esida can put as many cells in the machines as there are in the human brain. Uzoq vaqt muddatda insonlar inson miyasidagi kabi ko'plab inson miyasida bo'lgani kabi mashinalarga ham ko'plab hujayralarni o'rnata olishadi. Bu haqida ham umuman tekstda gap berilmagan. Shuning uchun ham javobimiz ham mutlaq xato. Endi bizda ikkita variant qoldi. Mana noto'g'ri javoblarni, mutlaq xato javoblarni chiqarib tashladik va bizda ikkita 50-50 javobli variantimiz bor. B va C. Endi bizni javob olishimiz ancha osonlashdi.
Ikkita variantdan bittasini tanlashimiz kerak. Tekstga asoslanib. Tekstdan isbotlaymiz endi qaysi biri to'g'ri, qaysi biri xato ekanligini. In the long run, human beings, uzoq vaqt muddatda insonlar nima qilishadi? Will be able to alter the appearance of the computers, will be beaten by the machines they create. Nima qiladi insonlar? Kompyuterlarning tashqi ko'rinishini o'zgartira oladimi yoki o'zlari yaratgan mashinalar tomonidan mag'lubiyatga uchratiladimi? Tekstga qaytamiz. Well, oxirgi gapimizda bu. I think it's certain that in decades, not centuries, machines of silicon will arise first to rival and then surpass their human progenitors. Demak, men shu narsani aniq deb o'ylaymanki, bir necha 10 yillarda, not centuries, asrlarda emas, ya'ni bir necha 10 yillarda silikon mashinalar birinchi raqobatlashish uchun paydo bo'ladi va keyin o'zlarining inson ajdodlarini yengib o'tishadi, mag'lub qilishadi, ulardan o'zib ketishadi deyapti. Demak, xuddi mana shu yerdan bizga ma'lum bo'lyaptiki, mashinalar birinchi insonlar bilan raqobatlashish uchun paydo bo'lar ekan va keyin insonlardan o'tib ketar ekan. Bu degani bizdagi C javobga to'g'ri keladi. Ya'ni uzoq vaqt muddatda insonlar o'zlari yaratgan mashinalar tomonidan mag'lubiyatga uchratiladi. C javobimiz to'g'ri bo'lyapti. Endi B javobni nimaga xatoligini ko'rib chiqsak, B javobda kompyuterlarning tashqi ko'rinishini o'zgartira olishadi deyapti. Tekstimizda esa kompyuterlar demagan, insonga o'xshash qobiliyatli mashinalarni o'zgartira olishadi deb aytgan. Mana hozir o'sha joyini ko'ramiz. Mana bu yerda it may then take us long time to render it intelligent by loading in the right software or by altering the architecture. Altering architecture, arxitekturasini o'zgartirish orqali deyapti. Uni o'zgartira olamiz. Ya'ni nimani bu yerda machines haqida gap ketyapti. Human like ability machines. Faqatgina kompyuter demayapti. B javobimizda kompyuterning tashqi ko'rinishini o'zgartira oladi deb qo'yganligi uchun ham bu javobimiz xato hisoblanib qolar ekan. Demak, bizda to'g'ri javob C bo'ladi. C javobni belgilaymiz. Mana tekstimizni bajardik. Reading comprehension savollariga javob topdik. Va sizlarga aytib o'tgan reading tiplarim: birinchi o'rinda savolni o'qishdan boshlang. Keywordlarni belgilang. Ana undan keyin skimming qilib tekstni ko'rib chiqing. Keywordlarni topishga harakat qiling. Va to'g'ri javobni belgilaganingizdan keyin uni tekstdan isbotlang. Va to'g'ri javobni topishda paraphrasingga e'tibor qarating. Tekstdagi berilgan aynan so'z savolda ham aynan o'zi qaytalanmaydi, paraphrase qilish orqali beriladi. Shuning uchun paraphrasingni ham tekshirish kerak. Bizda exercise berilgan. Gap filling exercise. Mana shu exercise'ni o'zingiz bajarib ko'rishga harakat qiling. Bu yerda nima qilishingiz kerak? Tekstimizning ostida berilgan so'zlar, mana bu so'zlarimiz. Bu so'zlarni yodlab olasiz, o'rganib chiqasiz. Daftaringizga tarjimalar bilan yozib olib, o'rganib chiqing va undan keyin gap filling qilib bu yerga joylashtirib chiqing moslarini. Qaysi so'z qaysi gapga to'g'ri keladi? Shuni bajarish kerak. Bu sizlarga vazifa bo'lib qoladi. Xo'p, bugungi reading tahlilimiz shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Agar videoim foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, do'stlaringizga ulashib qo'yishni unutmang. Rahmat, salomat bo'ling.